Assalomu alaykum muhtaram televizor ko'rguvchilar. Ko'rayotganinglar Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda bir hafta jarayonida radiomizda berilgan bir qism muhim xabarlarimizni eslatib o'tmoqchimiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Rabia Qodir xonimdan Oqsaroyga maktublar nomli kitob Yaponiyada nashr qilindi. Bu kitob Yaponiya Kagoshima xalqaro universiteti o'qituvchisi professor Seiji Nishihara apandi bilan Uyg'ur mutaxassisi doktor Hoji Qutlug' Qodiriy tomonidan nashrga tayyorlangan. Kitapta maktublar yil, ay, kunlari bo'yicha rətki tizilib berilgandan boshqa Uyg'ur diyorining qisqish tarixi, Uyg'urlarning ahvoli va kulturi to'g'risida ma'lumot berilgan. Kitapda yana Rabia Qodir xonimning George W. Bush, Clinton qatorliq Amerika prezidentlarga va Amerika Davlat Majlisiga yo'llagan maktublardan boshqa Yevropa parlamenti, Yevropadagi kishilik huquq tashkilotlari va Angliya parlamentiga yo'llagan maktublar kirgizilgan. Uyg'ur Milliy harakati rahbari Rabia Qodir xonim haqida ishlangan hujjatli film Muhabbatning 10 sharti tunji qitim Avstraliya televiziya to'rida qo'yildi. Film ishlaguvchi John Lewis apandi mazkur filmning 2 yildan keyin bo'lsa-mu butun Avstraliyaga tarqatilganligidan xushal ekanligini bildirdi. Muhabbatning 10 sharti Amerikalik rejissor Jeff Daniel tomonidan ishlanib 2009 yili dekabrda Melbourne xalqaro film festivalida tunji qitim qo'yilgan edi. Ayni chaqda Xitoy doiralari Avstraliya hukumatiga besim ishlatib, Rabia Qodir xonimning Melbourne film festivaliga qatnashishini cheklashga hamda filmni festivaldan elib o'tishga ko'p tirishgan. Halbuki Canberra doiralari Xitoyning besimini bir chetga qayirib qo'yib, Rabia Qodir xonimga viza bergan va film Melbourne film festivalida dag'dug'liq ko'rsatilgan. Bu Avstraliya-Xitoy munosabatlarini bir mazgil yiriklashtirgan edi. Dünya Uyghur qurultayı tarqatgan bir uqtirishdan ma'lum bo'lishicha, mazkur tashkilotni 5-iyul voqeasidan keyin g'oyib bo'lgan Uyg'urlar masalasini xalqaro kun tartibga akilish xizmatini 5-iyul voqeasining 3 yilligini xotirlash faoliyatining muhim nuqtasi qilib bekitgan. Bu vaqtdagi uqtirishda g'oyib bo'lgan Uyg'urlar masalasi Uyg'ur jamiyatidagi navbatdagi eng muhim va eng jiddiy masalalarning biri deb ko'rsatilgan. Ma'lum bo'lishicha, Dünya Uyg'ur qurultayı navbatda g'oyib bo'lgan Uyg'urlar haqida maxsus doklad tayyorlamoqda ekan. 2009 yil 5-iyuldan keyin oz deganda 300 dan ortiq Uyg'urning g'oyib bo'lganligi oshkorlangan va bularning ichida 30 ga yaqin kishining kimliklari va g'oyib bo'lish jarayoni aniqlanib, radiomizda berilgan edi. Uyg'ur elidagi ko'zi ko'ringan Qutatxu bilikshunos Yar Muhammad Tayir Tug'luq 6 oyning 10 kuni kasal sababidan Xotanda olamdan o'tdi. Uning vafoti barliq ixlosmandlarni cho'nqur qayg'uga cho'mdirdi. Yar Muhammad Tayir Tug'luq 1958 yili 12 oyning 23 kuni Otishning Shuruq yezisida tug'ilgan. Marhum 1997 yili noma'lum sabablar bilan Qashqa Pedagogika institutidagi xizmatidan istifa berib, o'z oldiga ijodiyat bilan shug'ullangan edi. Yar Muhammad Tayir Tug'luq hayot vaqtida Qutatqubilik Uyg'ur klassik adabiyoti tadqiqotiga oid temalardagi maqolalari O'g'lim oldinga qara, hayot va muvaffaqiyat, qoida yo'sinlarimiz qatorliq asarlari bilan elning cho'nqur hurmatiga erishgan. Marhum Yar Muhammad Tayir Tug'luqning vafoti Uyg'ur klassik adabiyoti tadqiqoti, Qutatqu bilikshunaslik sohasi, jumladan butkul Uyg'ur jamiyati uchun cho'ng bir yo'qotishdir. Yar Muhammad Tayir Tug'luqni bildigan kishilar uni vijdon va fazilat egisi edi deb ta'riflashmoqda. Yaponiyaning Tokyo shahridagi Jipak yo'li tarim restorani lazzatli Uyg'ur taomlari bilan xaridorlarning yaxshi bahosiga erishgan. Restoran Tokyo shahrining Shinso rayonida 2010 yil 5-oyning 10 kuni ochilgan bo'lib, oshxonaning ichi butunlay Uyg'urcha bezalgan. Buningdan boshqa oshxona tomlariga Uyg'ur kiyim-kechaklari, chalg'u asboblari isilgan. Restoran xo'jayini Sirojiddin Kerim apandi bu restoranning Uyg'ur taom madaniyati va Uyg'urlarni yaponiyaliklarga tanitishda muhim rol o'ynayotganligini bildirdi. Türk Ocaqları Təşkilatı hər ayda bir qitim Türk dünyasıga aloqador doklad e'lon qilib kelayotgan bo'lib, bu oylik dokladda Uyg'ur vaziyati to'g'risidami alayda to'xtalgan. Dokladda Xitoy hukumati Uyg'urlarning hech qanday siyosiy va ijtimoiy huquqlarini e'tirof qilmaganligi ko'rsatilgan. Dokladda yana Dünya Uyg'ur qurultayining Tokioda ochilgan 4-navbatlik qurultayi to'g'risida tafsiliy ma'lumotlar berilgan. Merkezi Anqaraga joylashgan Türk Ocaqları Təşkilatı Türkiyədəki ən nüfuzlu təşkilatlarının biridir. Muhtaram televizor ko'rguvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.